Ankara'da Uyghur qirg'inchiligi davomlashayotganda Uyghur tili va madaniyatini qo'llash temasida xalqaro muhokama yig'ini boshlandi. 3 kun davomlashgan bu xalqaro muhokama yig'inini Uyghur akademiyasi tashkillagan bo'lib, yig'inga dunyoning har qaysi joylaridan kelgan tadqiqotchilar, akademiklar, jurnalistlar, siyosiy va ijtimoiy faoliyatchilar ishtirok qildi. Muhokama yig'inining ochilish marosimida Uyghur akademiyasi raisi doktor Rishad Abbas, Amerika Tinchlik institutidan Scott Warden, Amerika xalqaro taraqqiyot agentligidan Brian Woget, Amerika diplomatiya ministrligi maslahatchisi Libeya xonim, Turkiya Kelajak partiyasining muavin raisi, parlament a'zosi Seljuk O'zda qatorliqlar so'z qildi. Muhokama yig'inida mutaxassislar, akademiklar Sharq Turkistondagi erkak qirg'inchilikning Uyg'ur kimligi, til yezigi va madaniyatning vayronchilikka uchrashi, muhojiratdagi Uyg'ur tili yezigi va madaniyatni qo'llash tirishchanliklar qatorliq temalar bo'yicha doklad berib, bir necha bo'limga bo'linib davom qiladi. Türkiye İyi Partisi'nin Bursalıq parlament a'zosi Selçuk Türkoğlu o'zi a'zo bo'lgan kishilik huquq tekshirish komiteti ichida Sharq Turkiston paketlar tarmoq komiteti qurishni talab qildi. Türkoğlu komitetning qurilish maqsadi haqida mundaq dedi. Bu tarmoq komitetining maqsadi rayonda Uyg'urlar uchrayotgan inson qalbidan chiqqan zulmlar haqidagi ayblashlarni tekshirish va dalillangan rost uchurlarni Turk va dunyo jamoatchiligi bilan o'rtoqlashish bo'ladi. Amerika Maliye Ministri Janet Yellen ikki davlat uchun o'rtaq tonish tepish vazifasi bilan Beijingga keldi. Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi raqobat kun sayin kuchayotgan bir paytda Yellen 3 kunlik ziyorat uchun hafta oxiri Beijingga yetib keldi. Yellen Xitoy amaldorlari bilan ikki taraflik munosabatni mas'uliyatchanlik bilan boshqarish, ko'ngil bildigan sohalar haqida bevosita aloqa qilish va yer shari xarakterli Qirg'izistonga taqobil turishning muhimligi qatorliq temalarni muzokara qildi. Hindiston sohibxonlik qilgan Shanxay hamkorlik tashkiloti boshliqlari yig'inida Eron bu tashkilotning 9-a'zosiga aylandi. Kuzatkichi davlat salohiyatiga ega Eron to'liq a'zo sifatida qabul qilindi. Buning bilan Eron g'arb davlatlarining iqtisodiy afzalligini taqsimlashtirish va yangi markaz barpo qilish uchun 2001-yili Rossiya va Xitoyning rahbarligida qurilgan Shanxay hamkorlik tashkilotining to'liq a'zosiga aylandi. Xitoy Xalq bankisi monopolga qarshi turish qonuniga xiloflik qilish ayblashi bilan Xitoydagi eng chong elektronlik savdo magnati Alibabaning internet pul to'lash mulozimati Alpay va uningga munosabatli mulklarni o'ziga jam qilgan cho'mili guruhiga 984 million 330 ming dollar jarimani qo'ydi. Prezident Recep Tayyip Erdo'g'anning taklifiga binoan Turkiyaga kelgan va Istanbulda bir qator uchrashuvlarda bo'lgan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Turkiyadan ayrildi.